Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga Chingiz Aytmatovning Askar bola hikoyasidan parcha havola etaman. Chingiz Aytmatovning Askar bola hikoyasi bu urush davridagi insoniylik, mehr va bolalik tuyg'ulari haqida yozilgan ta'sirli hikoya hisoblanadi. Asarda Ikkinchi jahon urushi yillarida frontga ketgan otasining sog'ingan kichik bir bolaning kechinmalari tasvirlanadi. Bola har kuni otasidan xat kelishini orziqib kutadi. U o'zini askar bo'laman deb tasavvur qiladi, chunki otasi frontda vatan uchun jang qilmoqda. Hikoyada bola qalbidagi g'urur, vatanparvarlik, ota mehriga bo'lgan sog'inch juda samimiy tarzda ifodalangan. Bu asar o'quvchini vatanparvar, mehribon, sabrli va sadoqatli bo'lishga undaydi. Shuningdek, tinchlikni asrash va ota-onaning qadriga haqida chuqur o'ylashga chorlaydi. Aziz kitobxonlar, Chingiz Aytmatovning Askar bola asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.